Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Bugun yana yangi dars bilan sizlarni tanishtiramiz. Ushbu darsimizda ham Sa'diy She'roziyning Guliston asarlaridan bir hikoya bilan tanishamiz. Matnni o'qiymiz. سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست کردند شرم زده نشوی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. کنند این و آن خوش دگر بار دل، وی اندر میان کربخت و خجل. میان دو تن آتش افروختن، نه عقل هست و خود در میان سوختن. در سخن با دوستان آهسته باش، تا ندارد دشمن خونخوار گوش. پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. Endi matnning tarjimasi bilan tanishamiz. Birdaniga kengroq qilib gapirishga harakat qilaman. Ikki dushman o'rtasida shunday gaplashginki, agar ular bir kun kelib do'stlashsa, orada sen uyalib qolmagin. Ikki kishi o'rtasidagi urush xuddi olovga o'xshaydi. Baxti qora chaqimchi esa o'tinchiga o'xshaydi. U ikkisi o'zaro kelishib ketsa, o'rtadagi chaqimchi badbaxt va xijolat bo'lib qoladi. Ikki kishi o'rtasida o't qo'yish oqilning ishi emas, balkim o'rtada o'zini yo'qishdir. Do'stlar bilan suhbatlashishda ham ehtiyot bo'lgilkim, sening suhbatlaringdan qonxo'r dushman xabar topmasin. Hatto devorning oldida gapirsang ham aqlingni ishlat, toki devorning orqasida quloq bo'lmasin. Demak, matnimizning tarjimasi bilan tanishdik. Bu yerda izoh bermaymiz. Izohni o'zlaringizdan kutib qolamiz. Obuna bo'lmasan, kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.